Viloyat axborot kutubxona markazida 8 dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunga bag'ishlab Konstitutsiya baxtimiz qomusi shiori ostida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. O'yinda viloyat qo'riqlash boshqarmasi, Milliy gvardiyaning Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari hamda kitobxon yoshlar ishtirok etdi. Tashkilotchilar dastlab ishtirokchilarni o'yin shartlari bilan tanishtirdi. Shundan so'ng jamoalar o'zaro bellashuvlarga kirishishdi. Ishtirokchilar o'yin davomida yuqori faollik, bilimga chanqoqlik va jipslashgan holda ishlash qobiliyatini namoyon etdi. Har bir jamoa savollarga tezkor va aniq javob qaytarishga harakat qilib, to'plagan bilim va tafakkur mahoratlarini amalda namoyish etdi. Tashkilotchilar tomonidan o'yin jarayonining shaffof o'tishiga alohida e'tibor qaratildi. Savollar umumiy qoidalar asosida taqdim etildi. Baholash jarayoni esa xolislik va adolat tamoyillariga asosan olib borildi. Bu esa ishtirokchilarni zakovat intellektual o'yiniga bo'lgan ishonchi va qiziqishini yanada oshirdi. O'yin yakunida to'plangan ballar natijasiga ko'ra Milliy gvardiyaning mantiq jamoasi 3-o'rinni, yosh kitobxonlarning bilimdonlar jamoasi 2-o'rinni, viloyat qo'riqlash boshqarmasining intellekt jamoasi esa o'yinda yuqori ball to'plab 1-o'rinni egalladi. Mana bugun Samarqand viloyat axborot kutubxona markazida Samarqand viloyat qo'riqlash boshqarmasi hamda hamkor tashkilotlar bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan zakovat intellektual o'yin tashkil etildi. Ushbu o'yin juda ham qizg'in ruhda bo'lib o'tib, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirda qabul qilingan konstitutsiyasi bo'yicha tegishli savollar va qizg'in bahs-munozaralar bilan bo'lib o'tdi. Ushbu zakovat intellektual o'yinini tashkil etishdan asosiy maqsad xodimlarimizda bilim va salohiyatni yanada yuksaltirish hamda mantiqiy fikrlashni yanada rivojlantirish va ilmga bo'lgan qiziqishlarni yanada takomillashtirishdan iborat. Bunday tadbirlarni kelajakda tizimli ravishda o'tkazish bizning asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Tadbir so'ngida g'olib va ishtirokchi jamoalarga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.